Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 5-kuni juma. Hammanglarning bugungi muborak juma kuni xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmamızın təfsilatida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenişinin Cenvedi çağırılıvatkan 46. növetlik umumi yığını jarayonida Dünya Uyghur Qurultayının Reisi Dolqun Eysa başçılıqidagi qurultay vakilleri 20'ga yaqin devletning Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq daimi elçileri bilan to'r orqali ayrim holda ko'rishib, ularga vatan ichidagi Uyg'urlarning navbatdagi eng yangi vaziyati haqida to'liqlama ma'lumot berish bilan birga, ulardan Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sish uchun Birleşken Devletler Teşkilatıga haydakchilik qilishni va Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenişinin Sharq Turkistonda erkin va mustaqil holda tekshirish ilib berishini qo'lga keltirishni talab qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Kenişinin 46. növetlik umumiy yig'ini bu yil 2-oyning 22 kuni Cenveda boshlangan bo'lib, mazkur yig'in 3-oyning 19 kunigacha davom qiladi. Yig'in boshlangan kunidan buyon Dunyo Uyg'ur Qurultayi Cenvedagi faoliyatlarini jiddiylashtirdi va hozirga qadar Kanada, Yaponiya, Irlandiya, Chex Cumhuriyati, Germaniya, Daniya, İslandiya, Shvetsiya, Finlandiya, Shveysariya, Daniya, Gollandiya, Latviya, Litvaniya qatorliq 20'ga yaqin davlatning Birleşken Devletler Teşkilatıda turuşluq daimi elçileri bilan Birleşken Devletler Teşkilatıning munosabatlik komitetlari va Birleşken Devletler Teşkilatıning alohida dokladchi xodimlari bilan to'r orqali keng doirada uchrashish ilib bordi va ularga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi jiddiy vaziyati haqida Dunyo Uyg'ur Qurultayi tarafidan hozirlangan dokladlar taqdim qilindi. Bu xil ko'rishlar yig'in oxirigacha izchil davom qiladi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenişinin Cenvedi çağırılıvatkan 46. növetlik umumiy yig'ini jarayonida Angliya, Germaniya, Türkiye, Amerika qatorliq davlatlarning tashqi ishlar ministrlari va ko'plagan davlatlarning Birleşken Devletler Teşkilatıdagi elchilari maxsus Uyg'urlar masalasi haqida so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qaratib kelgan keng ko'lamli tutqun qilish harakatini ayiblash bilan birga, Xitoy hukumatidan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning haq-huquqlariga kapolatlik qilishni, shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı xodimlarining Sharq Turkistonda erkin tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishni talab qilishdi. Xitoy bo'lsa Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenişiga a'zo 47 davlatning biri bo'lib, o'tgan yili Xitoyning bu kengashga qayta a'zo bo'lib saylanishi Dunyo Uyg'ur Qurultayining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchragan edi. Amerikaning ayni chog'da Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenişidan chekinib chiqishi G'arb demokratik ellarning noroziligini qo'zg'agan. Buni fursat bilgan Xitoy hukumati Birleşken Devletler Teşkilatıdagi ta'siri va nopuzini texmo oshirishga urinib kelgan edi. Joe Biden hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenişinin kelar növetlik sayılımıda mazkur teşkilatga qaytadan a'zo bo'lib kirishga hozirlanmoqda. 3 mart günü Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken video nutq so'zlab, Joe Biden hükümetinin muhim tashqi siyosatini bayon qildi. Bu Amerikada yangi hukumat ish boshlagandan buyon Antony Blinkenning tunji qitim Amerikaning tashqi siyosatini jamoatga to'liq e'lon qilishi bo'lib, mazkur tashqi siyosat planining Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar haqidagi 8-bo'limida Uyg'ur va Hong Kong masalasi alohida tilga ilib o'tildi. Antony Blinken Xitoy bilan bo'lgan munosabatni hal qilish plani ustida to'xtalganda mundaq dedi: 21-asrda biz duch keladigan eng chong geosiyosiy sinaq Xitoy bilan bo'ladigan munosabatimizdir. Xitoy o'zining iqtisod, diplomatiya, harbiy va texnika jihatdagi kuchi bilan muqim va echib etilgan xalqaro sistemaga, dunyoda biz umid qilgan qoida tartib, qimmat qarash, xalqaro munosabatlarga og'ir tahdid selyotidi. Chunki biz umid qilgan narsa oxirgi hisobda Amerika xalqining qimmat qarashini aks ettiradi va ularning manfaati uchun xizmat qiladi. Biz Xitoy bilan raqobatlashadigan yerda raqobatlashamiz, hamkorlashadigan yerda hamkorlashamiz, qarshilashadigan yerda qarshilashamiz. Umuman Xitoyga bo'sh kelmaymiz. Buning uchun do'stlarimiz, ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashamiz. Ularni chetga qoqmaymiz. Agar biz birlashsak, Xitoy uningga hargiz sal qarayolmaydi. Buning uchun Amerika diplomatiyada aktiv bo'lishi va xalqaro tashkilotlarga qatnashishi kerak. Agar biz bu jihatda bir qadam chekinsak, Xitoy bir qadam oldiga mangadi. Biz yana Xinjiangdagi kishilik huquq va Hong Kongdagi demokratiya deb sanda qilinayotgan bu kunlarda o'z qimmat qarashimizni texmo uchun qo'g'dishimiz kerak. Agar biz bunday qilmasak, Xitoy texmo haddidan oshadi. Antony Blinken yana 3 mart kuni Amerika ommaviy radiosining ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlar masalasi haqida to'xtaldi. U muxbirning Amerika Xitoyning Uyg'urlarga ilib borgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik dedi. Agar shundoq bo'lsa, Amerika Xitoy inkor qilayotgan bu jinoyatga qanday jazo tadbiri qo'llanadi degan savolga javob berib mundaq dedi: Uyg'urlar masalasiga o'xshash konkret masalalarga kelsak, buningda biz qila oladigan nurg'un ishlar va diqqat qiladigan nuqtalar bor.
Biz Xitoyga yoki boshqa davlatlarga eksport qiladigan mahsulot va texnikalarning Xitoydagi osonliq millatlarni bostirishga ishlatilmasligiga kapolatlik qilishimiz lozim. Shundaqla Xinjiangdan chiqqan mahsulotlarni o'z ichiga olgan Xitoy mahsulotlari majburiy emgak bilan chetishlik bo'lib qolsa, ularni setib olmasligimiz kerak. Boshqa davlatlarni shunday qilishga chaqirishimiz kerak. Albatta biz butun dunyoning bugun Xitoyda yuz berayotgan ishlarga qarshi birdek ovoz chiqarishini qo'lga keltirishimiz kerak. Analizchilarning bildirishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoyga munosabatlik bu bayonlari Biden hukumatining tashqi siyosatini, jumladan Xitoy bilan bo'ladigan munosabatlarning asosiy yo'linishini hamda Uyg'urlar masalasida Xitoyga qaratadigan navbatdagi siyosiy va boshqa davlatlar bilan hamkorlashish irodasini ko'rsatib berdi ekan. Sharq Turkistonning eng chet rayonlaridagi Uyg'ur qizlarining Xitoy hokimiyati tomonidan Xitoyning ichkari o'lkalariga qul ishchi bo'lib berishga majburlanganligi haqida Angliyaning dunyoga donliq BBC axborot kanali tomonidan 2 mart e'lon qilingan bir videolik xabar dunyoda yana bir qitim zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Bu munosabat bilan 3 mart kuni BBC axborot kanalining maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining direktori, Angliyadagi aktiv siyosiy faoliyatchilarimizdan Rahima Mahmud xonim BBCning hozirga qadar mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizib kelayotgan jinoiy qilmishlarini xalqaro jamoatchilikka fosh qilishda o'ynab kelgan alohida roliga va bu jihatdagi jasur harakatiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan takror minnatdorlik bildirish bilan birga Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon yo'lga qo'yib kelgan Uyg'urlarni Xitoyning ichkari o'lkalariga majburiy ishlamchilikka avatish siyosatining mohiyati haqida tafsiliy tushuncha berib o'tdi. Bu yil 2 fevralda BBC axborot kanali Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan ayol tutqunlarning Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchraganligi haqidagi xabar dokumenti e'lon qilib, dunyoni zilzilaga keltirgan. Rahima Mahmud xonim mazkur xabar dokumentining hozirlanishi uchun belgilik darajada kuch qo'shgan edi. Rahima Mahmud xonim 3 mart BBC axborot kanali bilan o'tkazgan suhbatida BBCning bundan ilgari Sharq Turkistonda 1,5 milliondan ortiq Uyg'urning qo'l bilan majburiy paxta terishga selinayotganligi haqida xabar dokumenti e'lon qilganligini, bu qitim yana Sharq Turkistonning eng chet rayonlaridagi Uyg'ur qizlarining Xitoy hokimiyati tomonidan Xitoyning ichkari o'lkalariga qul ishchi bo'lib berishga majburlanganligi haqida xabar dokumenti e'lon qilganligini, dalil isbotlarga, ishonchli hujjatlarga va shohidlarga tayangan bu xabar dokumentlarining Uyg'urlarning Xitoy hokimiyati tomonidan qul ishchi sifatida majburiy emgakka selinayotganligidek bu reallikni munozara talab qilmaydigan holda ro'shan yo'ritib berganligini eskartish bilan birga Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bu xil majburiy emgak tuzumiga qarata Angliya hukumatining va demokratik allarning Xitoyga qarata darhol iqtisodiy jihatda jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yishning to'limi zarurligini ta'kidladi. Rahima Mahmud xonim so'zida yana Uyg'urlarning Xitoydagi iqtisodiy taraqqiyotning tamoman sirtida qoldirilganligini, Xitoy davlatgan Sharq Turkistondagi atalmish taraqqiyotlardan hech qanday naf ololmaganligini, Uyg'urlarning an'anaviy milliy sanoatining tamoman nobud qilinganligini, ko'zga ko'ringan Uyg'ur korxonachi va savdogarlarning butunlay xonavayronchilikka uchirtilib jazo lagerlariga banit qilinganligini, Xitoyning uzun yillardan buyon eshincha emgak kuchlarini boshqa yurtlarda berib ishlashga yuzlantirish degan nom ostida Xitoyning ichkari o'lkalariga majburiy ishlamchilikka avatish siyosatining bo'lsa Uyg'urlarni qul ishchilarga aylantirish, Uyg'urlarni Xitoyning ichkari o'lkalarida osmolasiya qilib butunlay eritib yo'qotish va Uyg'urlarni milliy kimligidan ayirish ekanligini bayon qilib o'tdi. Rahima Mahmud xonim BBC muxbirining hozirgacha Amerika, Kanada va Gollandiya qatorliq davlatlar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Buningga qanday qaraysiz degan savoliga javob berib, Amerika tashqi ishlar ministrligining, Kanada va Gollandiya parlamentlarining bu vaqtda olgan qarorlarining Sharq Turkistonda haqiqatan bir irqiy qirg'inchilikning yuz berayotganligining rasmiy yo'sinda dalillanishi va qabul qilinishi ekanligini ta'kidlash bilan birga, bu xil irqiy qirg'inchilikni to'sish uchun butun demokratik allarning o'rtaq harakatga o'tishi va Xitoyning jinoiy qilmishlariga qarshi jiddiy cheklash va jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Rahima Mahmud xonim so'zda yana Angliya hukumatining Xitoy bilan tuzadigan har qanday shakldagi savdo kelishimlarida Uyg'urlarga qaratilgan majburiy emgak tuzumining bekor qilinishini oldingi shart qilishi lozimligini alohida eskartib o'tdi. Amerika hukumatining savdo vakili ishxonasi Amerika Davlat Majlisiga yillik savdo dokumenti yo'llab, Biden hukumatining Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatlaridagi siyosatini sharhlagan. Amerika savdo vakili ishxonasining 1 mart e'lon qilgan dokumentida Biden hukumatining Xitoy bilan bo'lgan savdoda mavjud barliq vositalarni ishlatib, Xitoyning adolatsiz savdo harakatiga taqobil turadiganligini,
Shuningdek, Uyg'ur majburiy emgikiga qarshi turishning Amerika sudi kun tartibining oldingi qatordagi muhim masala ekanligini bildirgan. Dokladda Uyg'ur majburiy emgiki haqida to'xtalib, Bayden hukumatı Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va Xitoyning boshqa joylaridagi Uyg'ur va boshqa etnik, diniy osonlik millatlarni nishon qilgan majburiy emgak programmasining kishilik huquqni keng ko'lamli dafsanda qilishiga qarshi turishni oldingi o'rinda qo'yadi deyilgan. Bu doklad e'lon qilinishining oldida Amerika sudi vakili Katrin Tai Amerika Kengash palata a'zolariga va'da berib, Uyg'ur majburiy emgakiga qarshi turishni oldingi o'ringa qo'ydiganligini bildirgan edi. Amerika hukumatining majburiy emgakka qarshi turishni sudi siyosatining oldingi qatoriga kirgizishi Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining ijobiy bahosiga erishdi. Mazkur organning komissari Nuri Turkel apandi bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida majburiy emgak masalasining Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardagi eng halqiliq uch cho'ng ishning biri ekanligini ta'kidlash bilan birga, yangi hukumatning konkret tadbirlar uchun vaqtga ehtiyojli ekanligini bildirdi. Nuri Turkel mundaq dedi: Amerikada hozir hukumat bo'lsin yoki o'tgangi hukumat bo'lsin, Xitoyga munosabatlik eng halqiliq qiladigan ishlarning biri ta'minlash manbasini boshqadan ko'rib chiqishdir. Chunki Uyg'ur masalasi Amerikaning iqtisodiy bexatarligi, insoniy prinsipi, davlat manfaatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan masalaga aylanganligi uchun Amerikaning savdo sohasidagi vakillik organi Xitoy bilan bo'lgan strategiyalik planida iqtisodiy besim orqali Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish plani bor. Amerika sudi vakilining dokladida Bayden hukumatining ittifoqdosh alla sherik davlatlar bilan hamkorlashib, Xitoy hukumatiga besim ishlatib, uning adolatsiz sudi harakatiga xotima beradiganligi, uning majburiy emgak programmasi paydo qilgan kishilik huquq dafsandichiliklarni javobgarlikka tortadiganligi, lekin Xitoyga taqobil turish uchun atrofliq strategiya, texnik sistemalik harakat talab qiladiganligini ta'kidlagan. Kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zenis tayyorlagan majburiy emgak va majburiy ko'chirish, Xinjiangning rayon halqigan emgak kuchlarini yutkash programmasi nomli tadqiqot doklati yaqinda Amerikadagi Jamestown fondining to'rida e'lon qilinib, xalqarada yana bir qitim zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbinning Uyg'ur vakillari bilan suhbat o'tkazgan Amerika siyosiy sahnasidagi 3-numurliq shaxs Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonimga hujum qilishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellardagi Uyg'urlarning kuchli g'azabini qo'zg'adi. Nancy Pelosi xonim bilan o'tkazilgan suhbatga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi, Amerikadagi tibbiy olim doktor Rishad Abbas apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Xitoy hukumati bu xil o'ktamlik, tuhmatxo'rlik va inkor qilish vositalari orqali o'zining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan, yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va jinoiy qilmishlarini aslo yushirib qolmaydi deb ko'rsatdi. Amerika siyosiy sahnasidagi 3-numurliq shaxs hisoblangan Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim 1 mart kuni Uyg'ur harakati tashkiloti tarafidan to'g'ri orqali o'tkazilgan suhbat yig'iniga qatnash orqali o'zining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini ochiq namoyon qilish bilan birga, bundan keyinmi Uyg'urlar masalasi haqida davomli eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatadiganligini bildirgan. Bu qitimqi suhbat yig'iniga Nancy Pelosi xonimdan boshqa yana Amerika davlatlik diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkel, Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi doktor Rishad Abbas, qurultayning bosh taftishi Oblikim Idris, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim qatorliqlar qatnashgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 2 mart kunidagi axborot e'lon qilish yig'inida chet el muxbirining Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi oldingi kuni Uyg'ur kishilik huquq qo'g'dovchilar bilan ko'rishib, ular bilan Xinjiangning kishilik huquq masalasi haqida so'zlashdi. Siz buningga qanday qaraysiz degan savoliga javob berib, siz tilga olgan bu atalmish Uyg'ur kishilik huquq qo'g'dovchilari mohiyatda bo'lsa, Jongoga qarshi Sharq Turkistonchi bo'lgunchi unsurlardan iborat. Kishilik huquq degan bir bahona. Ularning asli maqsadi Jongoning Xinjiang siyosatiga hujum qilish, Jongoning ichki ishlariga aralashish. Amerika oldi bilan amaliy tadbir qo'llanib, o'zining ichki qismidagi kishilik huquq ahvolini yaxshilashi kerak deb bildirdi. Wang Wenbin yana Xitoyning koni muqomini bozorga silib, navbatda Xinjiangning jamiyat omonligi muqim, taraqqiyot yuzlanishi yaxshi, xalq xotirjamlik va baxt ichida yashamoqda. Xinjiangdagi har millat xalqi hayot huquqi, taraqqiyot huquqi qatorliq turli huquqlardan to'liq bahramon bo'lib yashamoqda. Har millat xalqining til, yeziqi, an'anaviy madaniyati, urf-odatlari to'liq kapolatga ega qilindi va qo'g'dildi. O'tgan 60 yilda Xinjiangning iqtisod miqdori 200 hassadan ko'proq oshdi. Kishilarning o'ttirchi umr ko'rish nisbatimi ilgirki 30 yoshdan hozir 72 yoshga ko'tarildi deb chalvoqidi. Doktor Rishad Abbas apandi bu vaqtda to'xtalib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbinning ko'zida parqirtib turib qorni oq deydigan bu xil razil bayonlari haqiqatan insonni saskandiradi.
Xitoyning Uyg'urlarning milliy kimligini yo'qotish uchun ularga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini bugun butun dunyoda bilmagan inson qolmadi deb ko'rsatdi. Doktor Rishad Abbos apandi istansimizga qilgan so'zida yana bu qitim Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim bilan o'tkazilgan suhbatni Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan Uyg'ur harakati tashkiloti birlikda uyushtirganligini, o'zining yig'inda qurultayga vakolatan ichilish so'z qilib, hozirgacha Uyg'urlar masalasiga izchil holda ko'ngil bo'lib kelgan Nancy Pelosi xonimga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan minnatdorlik bildirganligini eskartib o'tdi. Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan zulmlari Amerika hukumati, Kanada va Gollandiya parlamenti tarafidan birdek irqiy qirg'inchilik deb bekitilishi Turkiyadami kuchli ta'sir paydo qildi. Mushundaq bir ahvolda Uyg'ur masalasini izchil holda o'ttirg'a qo'yib kelayotgan Turkiyadagi ya'ni Yaxshi partiyasi yangi bir qadam tashladi. Mazkur partiyaning parlamentdagi mas'uli Ismoil Tatlıoğlu apandi, Lutfi Turqan apandi, Musawvat Darvish o'g'li apandilar 3-mart kuni tushdan keyin Turkiya parlamenti raisi Mustafa Shentop apandi bilan uchrashgan. Ular Shentop apandiga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini Turkiya parlamentining rasmiy yuzunda irqiy qirg'inchilik deb bekitishini va bu vaqtda bir qaror ma'qullashini talab qilib rasmiy iltimos sungan. Turkiya parlamentiga sunilgan talab xatida bunular yozilgan. 1948-yili 12-oyning 9-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ma'qullangan va 1951-yili 1-oyning 13-kuni ijro qilinishga boshlangan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasida tövandagi 5 xil jinoyat sodir qilinsa, uning irqiy qirg'inchilikqa kiradiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. 1. Bir millat yoki etnik to'pluqqa mansub a'zolarning o'ltirilishi. 2. Ma'lum bir millat a'zolariga ruhiy va jismoniy jihatdan ziyon selinishi. 3. Ma'lum bir ijtimoiy to'pluqning bir qismining yo'q qilib etilishi yoki turmush sharoitlarining vayron qilib etilishi. 4. Tug'ut cheklash va tug'utni to'sish uchun chora tadbirlarning qo'llanishi. 5. Bolalarning ota-onasidan ayirib etilishi. Yuqorqi xalqaro ahdnomada deyilganlarning ko'pini Xitoy hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlarni asos qilgan boshqa musulmon xalqlarga ilib beryotidi. Hozir bular bu jinoyatlar insoniyatga qarshi jinoyat yoki irqiy qirg'inchilik tusini olmoqda. Mazkur talab xatining oxirida munolar yozilgan. partiyasi bo'lib sifatimiz bilan Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan zulmlarni to'xtatish uchun Turkiya parlamentida buning bir irqiy qirg'inchilik ishkanligi bekitilgan o'rtaq bir qarorni ma'qullikdan o'tkazishini, shundaqli bu qarorni darhol dunyo jamoatchiligiga e'lon qilishini talab qilamiz. Talab xatining oxirgi partiyasining parlamentdagi 3 vakilining imzosi qo'yilgan. Hozir Turkiya parlamentida 4 cho'ng partiyadan saylangan 585 nafar parlament a'zosi bo'lib, mazkur parlament a'zolarining ko'pi bu talabni qo'llagan taqdirda ma'qullikdan o'tadi ekan. Xitoy hukumati sohibxonlik qilmoqchi bo'layotgan 2022-yildagi qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish chaqiriqlari yaqindan buyon borgan sari yuqori pallaga chiqishga boshladi. Shuningdek, buning oddiy bir musobaqa emasdiki, aksicha buning millionlarcha insonning hayotiga munosabatlik zo'r bir masala ekanligi ta'kidlanishga boshladi. Davlat manfaati jurnalining 3-mart soniga besilgan Tenzin Dorji imzosidagi maqolda alohida qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy bostirish hodisasini irqiy qirg'inchilik deb atash chaqiriqlari dunyo miqyosida umumiy sadoga aylanishga yuzlanayotganligi. Mushundaq ahvolda diplomatik nasihatlar oldida gaz bo'lgan Xitoy hukumatiga qarta davomli nasihat qilishning vaqti o'tganligi. Buning uchun hamda ularga majburlash vositasini qo'llanish lozimligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, bu xil majburlashning usullari uchun Xitoyga iqtisodiy jihatdan jazo qo'llanishdan boshqa yana ularning dunyoga qaratib turib olimpik musobaqasi o'tkazishdek nomussizligini cheklash lozimligi o'ttirg'a qo'yildi. Abdur bu to'g'risida so'z qilib, navbatda Amerika hukumati Xitoyga qarata yo lagerlarni taqaysa, bo'lmasa musobaqani bekor qilamiz deganda qattiq usulni qo'llanadigan yaga keldi deydi. Kanada radio şirketi to'g'rida e'lon qilingan bu vaqtdagi obzorda bo'lsa, Xitoydagi qishliq olimpik musobaqasiga qatnashganlikning amaliyotda Xitoyning depiga usul o'ynaganligi barobar ekanligi alohida sharhlandi. Bo'libmi Uyg'ur qirg'inchiligi masalasi jiddiy ta'kidlanayotganda Xitoy raisi Xi Jinpingning mushu qitimliq musobaqa orqali xalqaro o'zining ijobiy obrazini namoyon qilishga oldirayotganligi alohida ko'rsatildi. Hurmatli ko'ychilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.